Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz har doim hayotimiz davomida bizga birgina imkon berilsa-yu va biz bu imkoniyatdan to'g'ri foydalansak va shu paytgacha qilganimiz xatolarni takrorlamasdan hayotimizni davom ettirishni istasak, bir narsani uddalasak degan bir orzuyimiz bo'ladi. Bugungi hikoya bunga bir ajoyib o'rnakdir. Hikoya qahramoni aytadi: odatdagidan juda charchab keldim ishdan. Abgor bir holatda meni ahvolimni ko'rgan ayolim dediki, kechki ovqat tayyor bo'lishiga hali biroz vaqt bor. Istasangiz kiyimlaringizni almashtirib yotib dam olib dedi. Men ham yotoqxonaga kirdim, kiyimlarimni almashtirdim, so'ng uzanib yotdim. Ko'zlarimni yumdim va uyquga ketdim. Shu bilan ko'zlarimni, deydi qahramonimiz, asr namoziga aytilgan muazzinning azon tovushlari meni uyg'otdi. O'rnimdan turdim, oshxonaga qarab yurdim. Ayolim dasturxon tuzash bilan ovora edi. Dasturxonga kelib o'tirdim va dedimki, bugun bizga qanday taom tayyorladingiz onasi, dedim. Ayolim menga javob bermadi. Xayoli joyida emas shekilli, dedim va savolimni yana takrorladim. Yana bir bor. U yana indamadi. Tabiiyki asabiylashdim. Uchinchi marta ham meni eshitmagani mendagi jahl o'rnini xavotirga bo'shatib berdi. Nima uchundir meni eshitmasdi. Eshitmaganga olayotgan bo'lishi mumkinmidi? Yo'q. Meni eshitmasdi. 20 yil bo'ldi turmush qurganimizga, deydi qahramonimiz. Ayolim ilk marotaba bunday muomala qilishi men bilan. Ya'ni menga zarra qadar ahamiyat bermayapti. Oradan biroz vaqt o'tib oshxonaga o'g'lim kirib keldi. Undan muzlatgichdan bir shisha suv olib menga uzatishini istadim. Lekin u ham onasi kabi jim, odobi, axloqi bilan hammaga o'rnak qilib ko'rsatiladigan o'g'lim, undan buni kutish menga og'ir keldi. Nimalar bo'lyapti o'zi deb ich-ichimdan savol berishni boshladim, lekin bu savollarning birortasiga javob topolmasdim. Tushunarsiz holat edi. Yuragim siqilardi. Ana o'sha payt ayolim o'g'limga aytdiki, bolam, dadangizni uyg'oting, ovqat tayyor bo'ldi, dedi. Dahshatga tushdim bu gapdan. O'g'lim ham meni uyg'otish uchun o'rnidan turdi va yotoqxonaga qarab yo'naldi. Orqasidan baqirdim: men shu yerdaman, dedim, baqirib bor ovozim bilan. Qiyo ham boqmadi. Oradan bir daqiqa o'tar o'tmas xavotirga to'lib, ko'zlarida qo'rquv bilan qaytib keldi. Ayolim so'radi: dadangizni uyg'otdingizmi? O'g'lim aytdiki, bir necha marotaba turg'izdim, ammo hech javob bermayaptilar, dedi va talmov so'radi. Ayolim unga bir zum qarab turdi. Nazarimda xayoliga yomon o'ylar keldi shekilli. Qo'lidagi narsani qo'yib, shoshib men yotgan xonaga yugurdi. Ortidan bolalarim chopib ergashdilar. Men ham qarab turmadim, men ham bordim. Xonaga kirganimda mening yotog'imda xuddi menga o'xshash
xuddi mendek kiyingan bir erkak kishi yotardi. Ayolim uni uyg'otish bilan ovora edi. Uni uyg'otishdan umidini uza boshlagani sari ko'zlaridan yoshlari du to'kila boshladi. Buni ko'rgan farzandlarim mening o'rnimda yotgan u odamning kiyimlariga yopishib dod faryod sola boshlashdi. Men esa nimalar bo'layotganidan, to'g'ri nimalar bo'layotganini tushuna olmay karaxt bir holatda turardim. Va ichimdan derdimki, Robbim, nimalar sodir bo'lyapti? Bu mening nusxam bo'lgan odam kim? Nega meni hech kim eshitmayapti? Nega meni hech kim ko'rmayapti? Hayolimga kelayotgan narsa meni qo'rqitardi. Ya'ni o'lgan bo'lishi mumkin edi, ammo buni tan olishni istamayotgandim. Shuning uchun qayta savol berardim. Nima bo'lyapti? Nega meni hech kim ko'rmayapti? Nega meni hech kim eshitmayapti? Nega meni hech kim bilmadim? Ana shu payt o'g'lim o'qday otilib uydan chiqib ketdi va ko'p o'tmay uyga otam, onam va ukalarimni boshlab keldi. Ular ham kelar kelmas ovozlari bo'g'ziga tiqilib bir nimalar deb faryod qilishardi. Akamlab, bolamlab, jigarimlab faryod qilishardi. Men tiz cho'kib haligi uxlab yotgan odamni quchoqlab yig'layotgan onam tomon yurdim. Onamni tutib turg'izmoqchi bo'ldim. Unga shu yerdaligimni, tirikligimni aytmoqchi bo'ldim, tasalli bermoqchi bo'ldim. Anglay olmaganim bir kuch meni onamdan to'sib qo'ydi. Bundan qattiq ta'sirlandim. Keyin otamga qaradim, keyin ukalarimga qaradim. Ularga ovozimni eshittirmoqchi bo'ldim, baqirdim, chaqirdim, ammo befoyda. Otamga razm soldim. Qaddi ham ancha bukilib qoldi. Ukalarimni chetga imladi. Ular otam bilan bir nimalarni gaplashganlardan keyin chiqib ketdilar. Nazarimda janoza tadoriklarini ko'rish kerak edi. Ya'ni mening janozamga tayyorgarlik ko'rishlari kerak edi. Bundan umidsizlikka tushdim. Tamoman tushkunlik meni qamrab oldi va juda qo'rqinchli edi. Qo'rqinchli bir tush edi va bu qo'rqinchli tush hech bitmaydigandek meni qo'rqitardi. Birozdan so'ng g'assol keldi. Ukalarim yordamida haligi odamni yuvdilar. Menga o'xshagan odamni so'ng kafanlashib janozaga tayyorladilar, ya'ni tobutga yotqizishdi. Birin-ketin hovlimizda yor do'stlar, tanish bilishlar paydo bo'lishdi. Ular otamni quchoqlab ta'ziya izhor qilishdi. Menga Allohdan rahmat, yaqinlarimga sabr, toqat so'rashdi, tilashdi. Tobutni ko'tarib janoza o'qish uchun masjidga yurdilar. Uy bo'shab, xotin xalajdan boshqa hech kim qolmadi. Men ham
Tobut ko'targanlar orqasidan ergashib masjid tomonga yurdim.